Xo'sh, Behrijon, gap bundoq. Mana qarang. Mana buni, mana bunisini, ana uni, o'sini, mana bu kattasini. Mana shu 5, 6, 7 ta daraxtni katta-kattasini bemalol kesib, olib ishlataverasiz. Bo'ldi, zo'r bo'lardi aka, rahmat. Lekin bitta gapda, misol uchun bularni o'sha kesish jarayonida, ortish jarayonida yoki olib ketayotganimizda kimdir bizni to'xtatib, muammo qilmaydimi? Hammasi joyida bo'ladimi? Qanaqa muammo bo'ladi, uka? Mana men shu yerda turibman-ku. Hech xijolat bo'lmang. Buni-chi xat hujjatini qilib, biri chirigan, biri qurigan, biri shamolda yiqilgan deb shunday hujjat qilamiz, bo'ldi, tamom. Bu daraxtlarni har bittasini o'zim qo'llarim bilan ekkanman. Sotaman-da. Bo'ldi akajonim, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Ertaga hammasini hal qilib, to'liq bo'lsin. Olib ketamiz. Rahmat. Yana bo'lsa aytasiz-a? Bo'ldi. Rahmat. Dada, bu daraxtlar gullab yashnab turibdi. Kesish noto'g'ri emasmi? Qizalog'im, axir sen chet elda o'qishni bitirishing kerak. Unga qancha pul kerak? Hali tog'da dacha quryapmiz. Unga qancha xarajat? Qayerdandir olish kerak-ku o'sha pulni. Bizga tog'dan dachani o'zi nima keragi bor? Uyimiz bor-ku. Voy qizim, uyimiz bor. Ko'ryapsan-ku, shaharda ekologiya buzilgan. Hamma yoq chang, to'zon. Tog'da toza havo. Voy dacha bitsin, toqqa ko'chib ketamiz. Mazza qilib toza havoda yashaymiz. Sizga o'xshagan odamlar daraxtlarni kesmasa, shahar ham havosi toza bo'lardi.